Assalamu alaikum. Qadrdonlar, yurtdoshlar, men Xorazmlikman. Men Andijonga, men Dilmurodjonning asalarichilik chaqa degan klinikasiga keldim. Juda zo'r, juda yaxshi. Xudoga shukr, shu kelgali beri mana 6-kuni. Hamma joyimda nima qilib tekshirib bir chetdan qilyapti. Oyog'imda og'riq bor edi. Davlinam 150-160 edi. 110 ga 70 ga tushdi. Keyin men bu oyoq tizzalarimda og'riq bor edi, oyoqlarimda og'riq bor edi. Keyin panjalarimda sovuq постоянный, men bu sovuq bo'lib beradigan edi. O'shalar isindi. Quv shamollashlariga. Pochkamda og'riq bor edi, pochkalarim ham yaxshi. Keyin ichak shamollashlari, o't dimlanishlari, keyin orqa men bu nimalari, bel sohasida grija bor edi, ular ham yaxshi. Yuqorida bo'yin sohasida ham grija bor edi. Boshlarimda qon aylanishi bor edi. Ular ham hammasi normaga tushdi. O'sha men shurdagi qizlarning soyasida, o'sha men shu doktorlarimizning soyasida juda yaxshi, juda nima qilib o'zimni tutayapman, Xudoga shukr. Shu kelganimdan bu yerga shu klinikani topib kelganimdan juda xursandman. Allohga ming shukrlar bo'lsin. Hammangizga men shu yerga kelishga taklif qilaman. Shu yerdagi ishlaydigan xodimlarimiz hammasi yaxshi, xush muomala, xush chaqchaq. Shu keldingizmi deb yuzlaridan nurlar oqib kulib chiqadi oldimizga. 3 mahal ovqati bor. Hamma sharoiti yaxshi, ovqatlar ham juda mazali. Ishqilib bu yerga kelib bizlar shifo topdim. Hammangizga tavsiya etaman men shu yerga kelishga. Hammangizga kelinglar. Allohga ming shukrlar bo'lsin. Mana hozir shifosini topdim men. Hammangizga kelishga taklif qilaman. Azizlarim, qadrdonlarim, Xorazmlik qadrdonlarim.